Assalomu alaykum, aziz vatandoshlar. Assalomu alaykum, qadrdonlar. Biz Karimov davri siyosiy qatag'onlarga uchraganlar haqidagi ko'rsatuvimiz davom etyapmiz. Avvalgi safar B harfidan familiyalari boshlanganlar ro'yxatini o'qib eshittirgandim. B harfidagi ro'yxatdan boshlangan ro'yxat tugadi. Endi V ga o'tdik, lekin V da birgina familiya. Undan keyin G boshlanyapti. Men shuni tushuntirib o'tmoqchi edim. Shunday qilib davom etamiz. Vafoyev Ravshanbek, jurnalist, sobiq siyosiy mahkum. Gadoyev Po'lat, jurnalist, sobiq siyosiy mahkum. G'aniyev Xoliqnazar. G'aniyev Xoliqnazar aka juda mashhur muxolifatchilarimizdan. U kishi Birlik xalq harakati boshlanganning o'zidayoq, o'sha dastlabki kunlardayoq mana shu birlikni Samarqandda tashkil etishda eng ko'p xizmat qilgan insonlardan biri va o'zlari ham mana shu birlikni, Birlik xalq harakatini Samarqand viloyati yetakchisi bo'lib faoliyat ko'rsatganlar. U kishi ham qandaydir bir to'qima ayblovlar bilan jazolandilar, qanchadir muddat qamoqda o'tirdilar. Ozodlikka chiqqandan keyin ham baribir o'sha faoliyatni davom ettirib, birlikni eng faol a'zolaridan biri bo'lib qoldilar. Qahramon G'ulomov, bu kishi ham Birlik xalq harakatini Toshkentdagi eng faollardan biri edilar. Toshkent viloyat kengashida a'zo edilar. Qahramon aka birlik uchun juda ko'p ish qilgan insonlardan biri. Dadaxonov Abdulaziz, jurnalist, sobiq siyosiy mahkum. Diyorov Qobiljon, jurnalist, Birlik xalq harakati faollaridan biri. Bu kishi ham Samarqandda edilar. Samarqanddagi faollardan biri edi. Dyakonov Yevgeniy, jurnalist. U ham sobiq siyosiy mahkum. Keyin esa shu O'zbekistonni tark etib, hozirda siyosiy qochqin maqomida yashaydi chet elda. Jalilov G'aybulla huquq faoli, juda faol yigitlardan biri bo'lgan. U kishi ham sobiq siyosiy mahkumlardan. Jambulov Abduhoshim aka erk faollaridan biri. Erkni vodiydagi eng faol insonlardan biri. U kishi mana shu erk partiyasini, birlamchi tashkilotlarni tuzilishida juda ko'p mehnat qilgan va shu erk partiyasi a'zosi bo'lgani uchun, erkda faol bo'lgani uchun juda ko'p mashaqqatlarni boshdan o'tkazgan insonlardan biri. Jumanov Abdug'ani ham erk faollaridan edi va ana shu faoliyati uchun, erkdagi faoliyati uchun u ham qatag'onlarga uchragan. Jumaniyozov Nuriddin aka erk faollaridan. Jumaniyozov Nuriddin aka bir to'qima ayblar bilan bu yerdagi ikki o'zbekni qullikka Qozog'istonga sotdi degan bir hech bir asosi bo'lmagan, hech bir isbot dalili bo'lmagan ayblov bilan qamaldi va qamoqxonada 6 oy muddatda o'tgandan keyin qamoqxonada vafot etdi. Eng odam juda nimaga soladigan holatlar shu bo'ldiki, u yerda o'lganlarni hatto biz eshitmay qolganmiz, bilmay qolganmiz. Tashqaridagilar oradan bir necha oylar o'tib, u ham bo'lsa bir tasodifan u kishi vafot etganlarini eshitganmiz. Shunda bir ko'nglimga kelgan gaplardan biri edi. Bir inson qamalayotganda unga bir nohaqliklar bo'ldi deb bong uramiz. Barcha huquq himoyachilari, huquqbonlar, boshqa tashkilotlar hamma e'tiborni qaratishadi. Lekin ming afsuski, u qamalgandan keyin, ozodlikdan mahrum qilingandan keyin
Uning taqdiri qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi? Ko'pincha biz xabar ham ololmaymiz. Ba'zida imkonsizlik, ba'zida esa e'tiborsizlik. Xuddi mana shu holat Nuriddin akada bo'ldi. Nuriddin akani Alloh rahmatiga olsin. Uzoq yillar birga ishlaganmiz, juda ajoyib inson edilar. Endi Jumayev Yusuf, shoir, sobiq siyosiy mahkum. O'zini she'rlari bilan bir hukumatni, o'sha kuch ishlatar tizimlarni bir qalqitib tashlagan Yusuf Jumayev. Ajoyib shoir, ajoyib inson. U ham juda ko'p qiynoqlarga uchradi. U ham Karimov qiynoq mashinasidan aziyat chekdi, o'sha repressiyalarga uchradi. Qamoqdan chiqqandan keyin bir emas, 2 marta qamalib chiqqandan keyin chet elga ketishga majbur bo'ldi. Hozirda siyosiy qochqin maqomida vatandan tashqarida yashaydi. Uning o'g'li Mashrab Jumayev ham otasining himoyasiga otlanib, o'sha otasini himoya qilish uchun piketlar uyushtirib, hukumatning qahriga uchradi o'sha davrdagi va u ham bir muddat ozodlikdan mahrum qilinib, keyin hozirda u ham tashqariga chiqib ketishga, ya'ni O'zbekistonni tark etishga majbur bo'ldi. Endi Jo'rayev Murod Jo'rayev O'zbekistonda, nafaqat O'zbekistonda, butun O'zbekistondagi siyosiy hayotga, huquqbonlar taqdiriga, umuman shu grajdanlik jamiyatiga, fuqarolik jamiyatiga e'tibor qaratgan har qanday inson, tashkilotlar Murod Jo'rayev ishini juda yaxshi bilishadi. Bu O'zbekiston Oliy sudida bo'lib o'tdi. Tergovni u paytda xavfsizlik xizmati, O'zbekiston Respublikasi xavfsizlik xizmatida tergov bo'lib o'tdi. Tergovning o'zi taxminan 7-8 oylar davom etdi. Sud ham aynan 1 yilga yaqin goh to'xtatilib, goh davom etib, mana shu qilib Murod Jo'rayev sudlandi. O'sha Murod Jo'rayev sudlanganda Erkin aka Hoshimov, yana Murod Jo'rayevni haydovchisi Ahmadjon, hozir hammalarini ismlari yodimga kelmadi. 6 kishi sudlangan. 7-inchisi men edim. O'sha yerda bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Bizni hammamizni davlatga qarshi qurolli qo'zg'olon tayyorlashda ayblashgan. O'sha yerda kimga 3 yil, kimga 5 yil, kimga 10 yil berishdi. Murod Jo'rayevga 12 yil jazo muddati belgilandi. Lekin qamoqda o'tirgan davrida bir necha marta Murod Jo'rayevga ichki tartibni buzdi deb yana muddat qo'shib berishgan. 3 yil, 4 yil, 5 yil. Mana shu ichki tartibni buzgan, nimada, qanday advokatning gapi bo'yicha ichki tartibni buzishdi. Bir safar sabzini noto'g'ri tozaladi. Endi mana o'zingiz tasavvur qiling, bir inson sabzini noto'g'ri tozaladi deb uni sud qilib muddat qo'shib berishgan. Bir safar esa qo'pollik qildi, ma'muriyatga deb qo'shib berishgan. Ya'ni bir safar ular kiyib yuradigan roba, ya'ni ichkarida o'sha zonada, qamoqxonada kiyiladigan kiyimga shu yerga Murod Jo'rayev deb yozilishi kerak bo'lgan joyini noto'g'ri yozgani uchun yana 3 yil qo'shib berildi. Ana o'sha Karimov davridagi inson hayotini naqadar qadrsiz bo'lgani, naqadar adolatsizlik bo'lgani, naqadar qonunbuzarlik bo'lgani mana shunday narsalarda hatto namoyon bo'ladi. Shu sabzini noto'g'ri tozaladi deb insonga muddat qo'shib berish. O'sha Murod aka ozod bo'lgandan keyin 22 yildan ortiq o'tirdi. Murod aka ozod bo'lgandan keyin Muborakka bordik, ko'rishdik. Ungacha
kinoy orqali eshitib turardik, u yerda ko'rayotgan azoblarini. Qishni kunida Zarafshon zonasida Murod akani yanvar oyida juda bir sovuq kunlarda sovuq suvli bochkaga tushirib qo'ygani bir necha soat. O'sha karserlarda, buralarida u kishini ko'rgan qiynoqlari, buni chegarasi yo'q buni. Buning uchun alohida kitob qilish kerak. Murod aka bilan oxirgi ko'rishganimizda Murod Jo'rayev kitob yozmoqchiman, o'sha qamoqxonalarda, zonalarda boshimdan o'tgan narsalarni albatta yozaman deb niyat qilgan edilar. Ming afsuski, Murod aka bu ishlarni amalga oshirishga ulgurmadi. Bir marta yurak operatsiyasi bo'ldi bu yerda. Keyin yana bir kasallikka uchradilar. U ham aynan operatsiya bo'ldilar Toshkentda. Oradan ozgina o'tgandan keyin Murod aka ozodlikda uzoq yashamadilar va vafot etdilar. Mana bugungi ro'yxatimizda shular asosan men o'tgan safar Bekjonovlar oilasi, ya'ni Muhammad Solihning ukalari haqida gapirdim. Jumanazar, Komilni, Rashidni, Muhammadni esladik. Lekin ro'yxatda Maqsud Bekjon yo'q edi. Muhammad Solihni yana bir ukasi shoir Maqsud Bekjon ro'yxatda yo'q edi. Men ham e'tiborsiz qolibman. Ro'yxatni ertasi kuni qaraganimda u Maqsud Bekjon deb yozilgan ekan, ya'ni M harfi bilan boshlangan ro'yxatda qolgan ekan. Maqsud Bekjon ham hech bir bu millat oldida, bu davlat oldida hech bir jinoyat sodir qilmagan, lekin uni ham jinoyati aynan Muhammad Solihning ukasi bo'lgani. Maqsudni ham qamashdi, bir muddat qamoqda yotgandan keyin Maqsud chiqdi, uni bir qandaydir shartlar bilan chiqarishdi. Shundan keyin xalqaro tashkilotlarning aralashuvi bilan Maqsudni O'zbekistondan olib chiqib ketishga ular erishishdi. Hozirda Maqsud ham o'sha siyosiy qochqin maqomida O'zbekistondan tashqarida yashaydi. Katta rahmat, sog' bo'linglar.